Viloyatimizda o'tkazilayotgan 65-xalqaro gullar festivali kun sayin minglab mehmonlar bilan gavjum bo'lmoqda. Ayniqsa Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi madaniyat va istirohat bog'i tashrif buyuruvchilarning eng sevimli maskanlaridan biriga aylangan. Bog' hududiga kirgan insonni turli rang va ifor taratib turgan gullar qarshi oladi. Ayni kunlarda ushbu maskanda respublikamizning viloyatlari bilan bir qatorda xorijiy sayyohlar oqimi ham tobora ortib bormoqda. Festival mehmonlari gullardan yaratilgan betakror kompozitsiyalar, madaniy dasturlarni zavq bilan tomosha qilishmoqda. Ayniqsa oilaviy tashrif buyurayotgan fuqarolar soni ko'pchilikni tashkil etmoqda. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan shu gullar festivalini televizorlarda ko'rardik. Kelishga hech imkoniyatimiz bo'lmasdi. Mana biz kelib shunday gullarni ko'rib, shunday chiroyli manzaralarni ko'rib, shunday yosharyapmiz. Hamma mehmonlarni shunday go'zal gullar shahri Namanganga tashrif buyurishlarini so'rab qolamiz. Biz Qirg'iziston Respublikasidan keldik. Batken viloyati Qizilxiy shahridan. Namanganga gul festivali bo'layotganidan keyin keldik, aylanib yuribmiz. Gullar turli tuman chiroyli dekoratsiya bilan ekilgan, yaxshi. Milliy oshxonalarga ham kirdik, yaxshi ovqatlari ham shirin, yaxshi. Barcha sayyohlarni shu Namanganga gullar festivaliga taklif qilib qolamiz. Festival mehmonlari nafaqat gullarni tomosha qilmoqda, balki madaniy hordiq olib, tabiat go'zalligidan zavq olmoqdalar. Bog' markazida tashkil etilayotgan doimiy konsert dasturlari esa tashrif buyuruvchilarga yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishlamoqda. San'atkorlarning jonli ijrolari festival muhitini yanada fayzli va jozibador etmoqda. Bu esa mehmonlarni festival haqidagi taassurotlarni yanada boyitib, ularni mazkur maskanga qayta tashrif buyurishga undaydi. Biz Qozog'iston Chimkent shahridan Namangan gullar festivaliga keldik. Bu yerda gullarning son turlari juda ham ko'p. Katta taassurot qoldirdi bizlarga. Juda ham yaxshi. Oshxonalariga gap yo'q. Hamma turda ovqatlari bor. Yana yilga yana kelamiz. Biz Qirg'izistondan Namangan oblastina gullar festivaliga keldik. Bu yerda aybay gullar qo'z ekan. Sonun bardığını çakırıp kalağız. Güller festivaline gelgile, armanda kalbaysınlar. Bu yerda tamak aş degenden türü var eken. Bardığı damdı, жақшы. Adam göngüldüğünde es alıp ketse bolatken de. Gülge kızıkkandardı. Bardığını şu bugün Namanganda bolatkan güller festivaline çakırıp kalağız. Gelgile, armanda kalbaysınlar. Umuman olganda 65-xalqaro gullar festivali nafaqat go'zallik va nafosat bayrami, balki hunarmandchilik, tadbirkorlik va milliy qadriyatlarni targ'ib etuvchi yirik madaniy tadbir sifatida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Gullar iforga burkangan ushbu maskan esa har bir tashrif buyuruvchi qalbida iliq taassurotlar qoldirmoqda.